Salom do'stlar, sizlar bilan Dalasi Kamolov. Xo'sh do'stlar, bugun biz videomizda mana bu yashil kartali futbolchilar haqida qachon keladi degan muammolar bor edi. Mana bugun sana 5-chilar keldi do'stlar, lekin hali ochilishga 2 kun 9 soat bor. Mana lekin juda ham zo'r shaklda kelgan, o'sha 2025-yildagi Champions playerlar kabi zo'r bo'lgan. Lekin player nimasiga o'tamiz. Biz ko'rayotgandek xuddi o'sha reklama qilgan Dallas Imanov, Dallas Ismoilovlar kabi to'g'ri xuddi o'shanday do'stlar. Barcha videolar qilib chiqarildi barcha shaxslar tomonidan. Lekin yaxshi, lekin bir tomon yomon tomoni bor. Bular mana bu yerdan legendali agent yonidan tushadi. Va videomiz bo'yicha bugun biz sizlar bilan mana bu Kylian Mbappeni olish niyat qilgan edim, lekin bir sababga ko'ra pulim ketib qoldi do'stlar. Va keyingi videolarda biz uni olib nima qilishga harakat qilamiz. Va men hozir YouTube'ga yangi video chiqarayotganligim uchun sizlar akkauntga qiziqayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Mening akkauntim 2023-yildagi akkaunt. Unchalik zo'r emas u, lekin yaxshi. Meni 12 xil akkauntim bor, full ham bor do'stlar. O'sha 2019-yildagi Krishtianolarning 98-99lik akkauntlari ham bor menda. Lekin bu akkauntim ham yomon emas. Mana bu Thiago Silva degan futbolchimiz ham zo'r. Casemiro, Sterling do'stlar. Mana bu Rodrining Kroos bor do'stlar. Mana bu Ronaldoning o'zigina nima deb o'ylashlaringiz mumkin. Albatta ko'p kuchayib ketgan-ku deb o'ylashlaringiz mumkin. 84 holat olingan. Yomon emas, zo'r. Va videomizni davom ettirayotgan bo'lsak, mana shu playerlarning darajalariga e'tibor qilsak yaxshiroq yana. Mana bu Donnarummaga e'tibor qilsak 85-83. Bundan bemalol 94 yoki 94 ga 93 chiqishi mumkin. Do'stlar, mana Ashraf Hakimi yugurish tezliklari juda ham zo'r. Mabodo sizlar mana bu Mendeshni tushursangizlar, Nuno Mendeshning PSGning futbolchisini tushirib olsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Himoyada zo'r o'tirib bera oladi. Mana Gabriel faqat o'zi Dalasi O'zbekiston dunyo bo'ylab shunday. Dalasda bitta 85 urmenli himoyachi bor, u ham Virgil van Dijk, lekin mana bu Dream Pointlar, ya'ni Dream Draftdan kelgan payti, Dream Draft emas, uzr do'stlar. Dream mana bu klassik playerlardan kelgan payti Chellini kelgan edi 85 holatda, ayrimlar tushirgan edi. Men bu akkauntni Chellini tushirgan edim. Bu akkauntni bir nimamizga berib yubordim. Juda ham zo'r akkaunt edi do'stlar. Bundan buyog'iga yana sizlar bilan videolar chiqarib harakat qilamiz. Lekin bu futbolchilar juda ham zo'r. Mana Pedri, Kylian Mbappe. Men o'zim o'ylashim bo'yicha agent ochib nima qilishim bo'yicha deb o'ylasam, tushsa ham, tushmasa ham baribir nimadir yaxshi, zo'r. Mana bu yoz oyida kelgan klassik playerlarga nisbatan juda ham zo'r do'stlar. Va videomizni shu yerda yakunlaymiz va kelgusi videoda aniq ayta olaman. Mana bu Kylian Mbappeni olamiz va Kylian Mbappeni olamiz va taktikachalarni ko'rib chiqamiz, solishtiramiz mana bu yashil kartali nimalari bilan.